Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xotining qo'shni? Eringiz Rossiyada? Anchadan beri kelmaydi. Siz bo'lsa anaqa og'ir yuklarni ko'tarib yuribsiz. Hali yo'qsiz. Chiroylisiz. Lekin bir erni yordami va himoyasiga muhtojsiz. Mabodo Haligi qizingiz Koreyada o'qirdi. Janubiy Koreyada. U ham chiroyli, yosh va chet elda o'qiydi. Balki u ham otasini himoyasiga muhtojdir. Mabodo deyman.